Agar siz 3 xonali polnoценный kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, ikkinchi qavatdan Ruday ko'chasidan bu videoni to'g'rigacha ko'ring. Shu kvartira sizniki bo'lishi mumkin. Bizlar hozir mehmonxona turibmiz. Chiroyli mehmonxonamiz bor. Chiroyli qilib parda qilingan, gilam qilingan va mana bu yerda bizlarda divan, stol, pufiklar o'rnatilgan. Bundan tashqari bizlarda televizor o'rnatilgan. Devorlar polностью atachenda qilingan. Bitta lyustramizga baho beringlar do'stlar. Ana endi boshqonlarini ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda chiroyli koridor qismimiz bor. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel o'rnatilgan. Ana endi mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. O'tirib nonushta qilish uchun stol, kuxonniy garnitura, gazoplita, вытяжка, стиральная mashinka, холодильник, rakvinalargacha o'rnatilgan. Kvartiramizning asosiysi kadastr hujjatlari tayyor, bir kunda aforis qilib olishingiz mumkin. Bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bundan tashqari kladoviyasi ham bor, garderob to есть. Ana endi mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli remont qilingan. Gilam, parda va mana shunaqa shifonyer o'rnatilgan. Kvartiramizning kvadrati 78 kvadrat va narxini 86 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Kvartiramizda двухконтурный kotel o'rnatilgan, cho'pli pol radiatorlar qilingan va eng qizig'i kvartiramizda ikkita razali sanuzol tushgan. Mana bu birinchi sanuzol bo'lyapti, vanna rakvina o'rnatilgan va mana bu yerda bizlarda ikkinchi sanuzol, bu yerda ham unitaz bilan rakvina o'rnatilgan. Kimga qiziq bo'lsa, agar do'stlar telefon qilinglar, pastdagi nomer telefonlarga yana arzonroq qilib olib beramiz. Videoni tanishlarga yuborib qo'yishingizdan chiqmasin, ko'rishguncha.